qarzdan qutulish duosi bor. Payg'ambarimiz aytdilar, ertalab kechqurun shunday deng: Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal. Parvardigor, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va dangasalikdan panoh tilayman. Baxillik va qo'rqoqlikdan panoh tilayman. Qarzning g'olib kelishidan va odamlarning zulmidan panoh tilayman. Abu Umoma roziyallohu anhu aytadiki, men shunday qildim, Alloh g'amlarimni ketkizdi va qarzlarimni to'ladi. Biz ham shu duoni yozib olamiz va qog'ozga yodlab olamiz. 3 kun, 4 kun, 5 kun o'qiymiz, keyin to'xtatib qo'yamiz. 3 marta, 4 marta qilgan, u yerda qarasa yo'q. Ey, siz 2 marta o'qib qo'ysangizlar problema hal bo'lib qolmaydi. Siz ana shu payg'ambarimizning so'ziga iymoningiz komil bo'lib, mana shu ishni davomiy qilasiz. Alloh iltifot qilsa, xohlasa, ijobat qilib qarzlaringizni uzadi.